Akalar 15 mingga 17 ming so'm. Abdusamad akamiz yangi yamalar ochildi. Rosa sut qatiq bo'lganda urishgan ekan, qarang, 1000 tonna. O'zbekistonda 12 ta viloyatiga texnikalar bor, yuborishadi, zakaz bersangiz bo'ldi. Dastlabkasi kelishilgan holda akalar 1000 tonna mana yangi yama, Jaguarda o'rgan ekan. Sut qatiq bo'lganda urgan, shu maydalanib ketgan hamma yo'q. Do'konchi akalarimiz ham hamkorlikka chaqirishadi. Arzon narxda do'konchi akalarimiz ko'proq qolib olsa, yengil beriladi. Dehqonlarga undan ham yengil beriladi. Aloqaga chiqib olsa, o'ta ham zo'r paytda o'rilgan ekan, o'sha sut qatiq bo'lganda o'rilgan. O'sha maydalanib singib ketgan orasiga. Haqiqiy chorvadorlar uchun xudo xolasa zo'r variant. Assalomu alaykum hurmatli bozor olami kanalining muxlislari, aka-ukalar, YouTube ishqibozlari, mayda shoxli va yirik shoxli hayvon boqadigan akalar. Bugun biz Farg'ona viloyati Toshloq tumani Qaqir mahalla fuqarolar yig'indamiz. Abdusamad ukamizni yamalariga keldik. Xudo xolasa bundan bir oy oldin chiqargandik. Bugun hafta kuniga dushanba 27-aprel 2026-yil. Xudo xolasa kelaversa chorva boqadigan akalarimizga yoki do'koni, yemxonasi bor akalar ham hamkorlikka chaqirishadi. Ukamiz mana bu ishda 3 yil 4 yildan beri ishlashadi. Assalomu alaykum. Samad, sog'lik yaxshimi? Siz ishlar bo'lyaptimi? Inamasdan kelib oldingizmi aka? Rahmat. Silos zo'r ekan, aka, ko'ryapsizlar. Tagi quruq chiqyapti. Qancha? 1000 tonna dedingiz? 1000 tonna aka. 1000 tonna bosgan. 1000 tonna bosganmiz aka. Holatlari zo'r aka. Ishonchli. O'zingiz o'rdirib o'zingiz bosgansiz. O'zim o'rdirib o'zim bosganman. Qatiq bo'lganda o'rilgan ekan akalar. Qatiq mana Munkarenda hoji aka mana. Qatiq bo'lganda o'rilgan mana. Shunda turibdi mana. Rosa pishirib yeydigan mana. Drabilkasi ham qo'shilganda donlarini chachib tashlagan. Maydalab tashlagan. Maydalab ezib tashlagan. Lekin xudo xolasa silus behijolar. Rosa qatiq bo'lganda o'rilgan. Polni mashinada mana. Sochilib ketgan ekan. Qayerda mana yo'q endi bitta ikkita endi hozir uni biz zo'r deb bilsak endi hozir doni muncha ekan deb tursa ham bo'lmaydi aka. Lekin sut qatiqligida donini qayrittirmasdan o'rdirtirganmiz, rosa zo'r mahalda. Rosa qatimasdan turib o'rilgan ekan. Ha, qatimasdan turib o'rdirtirganmiz. Lekin hali suv chiqib, voy, mana oyoqda quruq akalar. Xudo xolasa. Dastlabki qanaqa bo'lyapti? Dastavkalarimiz kelishilgan narxlarda aka. O'zbekiston bo'ylab jo'natilyapti. O'zbekiston bo'ylab jo'natyapmiz. Hozir 2 xil kilogramda qoplayapsizlar, ha? Ha, 18 kilolik и 20 kilolik. 18 kilolikda ko'pinchalar yemxonasi bor akalarimiz olib sotadiganlar qoplatadi ko'pincha. Dehqonlarga 20 kilo oladi baribir. Ha, dehqonlarga 20 kilo. Voha polni 20 kilolik. Voha polka 20 kilolik. Masalan, vohaga ko'pchilik o'tganda kommentariyaga yozgan ekan, 50 qop, 100 qop jo'nating. Endi sizga o'zingizga 50 qop jo'natilmasa ham, qo'ni qo'shni 3-4 kishi bo'lib turib, 500-600 qop zakaz bersa, bitta Isuzuda chiqib ketaveradi, to'g'rimi? Ha, ashta o'tgan safar bitta akamizga 100 qopdan 3 kishi bo'lib olishdi. 50 qopini yana bir kishi oladi, 350 qop jo'natib yubordik. 350 qop. Ha, 3 kishiga. 3 kishiga. 3 kishiga. Masalan, furalarga masalan 1200 sig'ami? 1250 ta sig'adi. 1250. Hozirgi kunda narxi qancha? Sirasi narxiga o'taylik. Hozirgi kunda narxi aka 15,5 ming oldingi videoda chiqaruvdik aka. 18 kiloligini. 18 kiloligini, 20 kiloligini 17,5 ming chiqaruvdik. 17,5 chiqargan. Endi hozir mayli siz obunachilaringizga xudo xolasa yana ham chegirma qilib 15 mingga 17 ming so'm qo'yamiz. 15 ming 18 kiloligi. 15 mingga 18 kiloligi aka. 20 kiloligini joyida narxini 17 ming so'm qo'yamiz. 17 ming so'm qo'yamiz. Bitta hozir men Toshloqdan savdogar akalarimiz oldidan kelyapman-da, qo'y bilan shug'ullanaman. Bizga ham olib kelsin, videoda aytib keting deyishdi-da, like bosib qo'yishadi. Olib berasiz ularga, qo'ylariga. Aka, o'zi ertaklar qo'ylariga hammalariga ma'lumot beryapti. O'sha aytdi, siz aytdingiz. O'shanga ayting, telefon qilganda olib bersin, ko'pincha vaqti bo'lmay qolyapti deyishdi-da, iltimos qilishdi. Bo'ldi. Muhammad Ro'za aytdi-da, Muhammad Ro'za. O'shanga sizdan olar ekan ko'pchilik. Ashta qo'yxonalarga, pulni do'konlarga biz beramiz. Endi qo'ldan kelgancha, xudo xolasa yetkazib beramiz. Izolat qilmagan. Yil qancha sotsa aka, eldan 500 so'm past yuradi bu ukamiz. O'tgan safar chiqargan nechta tonna chiqardik? U 200 tonna, 300 tonna edi. 2-3 kunda tugabdi o'sha. Xudo xolasa bu yerda hozir 1000 tonna bosib ochgan bo'lsa, gideta 50, 70, 100 tonnaga bormagan-a? 100 tonna, 150 tonna sotdik. Bag'da mana 850 tonnasi turibdi. Hozir mana qoplanyapti. 18 kiloligi, 20 kiloligi. Xudo xolasa kelib o'zi texnikangizni olib kelsangiz ham bo'ladi. Yoki bo'lmasa masofasini esa yo'l kirasini o'shanga qarab yuklab olib beradi. Kelishilgan holda. Kelishilgan holda. Endi yana nima demoqchi edim? Navalga ham sotasizmi? Navalga. Termasi bor ekanamiz. Masalan, yuklatib berish o'zingizdan bo'ladimi? Albatta aka, yuklatib ham beraveramiz. Qancha yuklatib berasiz Navalga kilosiga? Xo'p, Navalga kilosini 750 so'mdan yuklatib beraveramiz. O'zi shetda yuklatib beradi. Shetda yuklatib berish ichida. Ichida. Texnikani jo'natsa yuklatib beradi. Texnikani jo'natsa bo'ldi, o'zimiz shuni tashlab beramiz. Yuklatib beradi. Tarozilar bor. Tarozilarga akalar katta taroziga qo'yib nima qilinadi? Jaguarda o'rilgan, quruq.
ortiqcha nam bor, haligi qorayib ketmagan akalar silos bilan. Quyoshda joyini ko'rsataylik mana. Yaltirab turibdi akalar, mana qarang. Xudo xolasa bemalol zakaz berishingiz mumkin. Hali ortiqcha nam bo'lsa ham molni ichi o'tib ketadi deyishadi mana. Mana shu polni bosilgan ekan, o'sh terakkacha bosilgan. 1000 tonna bosishgan ekan. O'zlari o'sha rosa sut qatiq bo'lganda o'rilgan. O sut qatiq bo'lgan hisobiga ichida tegirmonni ham qo'shtirishgan ekanda, nima deydi? Yagovarda ichida nima bo'lar ekan? Drabilkasi, dumbilda o'tkazadigan. Maydalab sochib olgan. Bir kunda masalan sizga bitta fura zakaz bersa, sizlar qoplab beralasizmi? Sirazi bizda. Ha, qoplab berasiz, ha? Yetkazib beriladi akalar mana. Bir fura xudo xolasa aytsa, ertalab aytsa kech payt yuklab chiqarib oladi. Ertalab zakaz bersa, ertalab zakaz bersa kech payt yuklab chiqarib oladi. To'lovi qanaqa bo'ladi? Sizga masalan vohadan zakaz berdi. Endi odamlar xalqni jo'natamiz ekan, pul tashlab bersam, siz ham endi pul tashlab bermasa jo'natmayman deysiz. Endi hammada bor. Qanaqa bo'ladi hali? Endi masalan transportini o'zi gaplashadi aka. Vohaga bo'lsa, vohani texnikalari bor bu yerda. Vohani texnikalari bu yerda hammasi vohani texnikalari olib ketadi. Bizdan texnikalar qimmat bo'ladi. Vohadan arzonga olib ketishadi. Texnikasi keladi, video syomka bilan yuklab bo'lgandan keyin pulini karta kilik qilib berilsa bo'laveradi. Tashlab beraveradi, ha? Tashlab beraveradi. Masalan bizga vodiyga masalan Qashqadaryodan ko'p mashina keladi, ha? Qashqadaryolik akamiz zakaz bersa, Qashqadaryo mashinasini topib albatta yuklaysiz, ular telefonda gaplashib, akam bo'ldi, yukingizni qabul qildim desa, pul tashlab beradi. O'zi mana misol Cho'proqdan Qashqadaryo, Surxondaryo, Xorazmgacha yuk chiqar ekan bo'lsam aka. Misol o'zi guruhlari bor, shopirlar guruhiga Xorazmga yetsam, o'zi o'sha 10 kilometr atrofidagi odamlar telefon qiladi. O'sha odamga. Bo'ldi, u odam bilan gaplashib oldik, bo'ldi. O'zlari vohliklar bir-biri bilan tanishib, nima qilishib, siras chiqarib oling deydi. Biz yuklab beramiz xolos. Pulni kartaga tashlab olish, ukkolari gaplashib olishadi. O'zi olib tushirib beradi. Ha, shuna o'shanisini so'radim. Xudo xolasa aka yetkazib berish xizmatlari. Endi yemxonalarga qanaqa chegirma? Mana bu yemxonachilar masalan ko'p bo'ladi. Bir kunda har kuni masalan 100 qop, 200 qopdan oladiganlar bo'lsa masalan, qandaydir nima ularga telefon qilsa kelishadigan. Endi telefon qilaversin-chi. Ha, telefon qilaversin-chi, bir gap. Navol oladigan, ko'p oladigan nimalarga ham chorvadorlarga ham. Chorvadorlarga ham qilib beramiz. Bozor olamidan desa xullas yo'lda qilib berasiz. Bozor olamidan desa ko'p olsa, katta ob'yomda olsa. Katta ob'yomda olsa, o'ta chiroyli narxda qilib beramiz. Ichini mana ochishyapti ekan, qarang mana, sapsariq chiqyapti mana. Tilloga o'xshab chiqyapti haqiqatan. Yaltirab. Qorayib ketmagan, suvi chiqib ketmagan akalar. Xudo xolasangiz 20 kilogrammni, xohlasangiz 18 ga. Ko'pincha yemxonada 18 kilogrammni zakaz berishadi. Shuning uchun 18 kilogramga bir 2 yildan beri bu ham ko'p nima deydi, tarqalib qoldi. Oldin hamma 20 kilogramm chiqarishardi. Oldin 20 to'lki 20 edi. Hozir 20 qilishyapti. 18 20. Xullas, pastda raqamlarni qoldirganmiz, telefon qilasiz. Telefon mabodo olisholmay qolsa, Telegramdan yozasiz, aloqaga chiqasiz, to'g'rimi? 24 soat telefon qilishyapti. Sizda yil 12 oy silos sezongacha silos bo'ladi, ha? Albatta, yil 12 oy. Bizda enzamiz tayyor turadi. Misol sezon paytida ham ketma-ket yerlar olinib ketaveradi. Ketma-ket kelib, ketma-ket qoplab chiqarib beraveramiz. O'tgan videomizda gaplashganmiz. Behijolat. Pastdan shu ish bilan shug'ullanishar ekan. Qishni, yozini, kuz, bahor, xullas silos bor ekanda. Bundan keyin ham yana 1,5 ming tonna enza qilib bosib berganmiz. Bor 1,5 ming. Yana bor ekan. Bemalol sezonga yetib borib, yana bosgan yetadi. Keyingi sezongacha yetadi. Xudo xolasa. Shu akalar sog' bo'linglar, to'liq manzilimiz bu yerda Farg'ona viloyati Toshloq tumani Qaqir mahalla fuqarolar yig'ini. Farg'ona shaharda akalarimiz ham o'zi texnikangizga kelib 5-10 qop chetdan bosib ketsangiz bo'ladi, masalan. Yaqin, Farg'onaga yaqin. Lakacha tashlab berishadi. Albatta. To'g'ri olib keladi. Unaqa qiyin joyi yo'q. Kelib mashinangizni Damazda 15-20 qop bosib olib, svejiy yegizaman degan shu atrofdagilarda bersangiz bo'ladi. Sog' bo'linglar akalar.